belimda grija chiqdi. Bitta emas, ikkita emas, 4 ta grija, oyog'imda yallig'lanish. Shu sababli bosish, yurish, ishlash, hayot tarzimni davom ettirishda o'ta qattiq qiyinchilik tug'dirishni boshladi. Vaqt o'tgan sari og'riqlar kuchaydi. O'sha og'riq qoldiruvchi dorilarda yutdim. Ular ham kor qilmagandan keyin shifo topish maqsadida keldim. Hech qayerga uchramadim. To'g'ri yo'nalishni berishdi. Shu sababli An-Nur klinikasiga keldim. Kelganimda juda holatim ayanchli edi. Malakali shifokorlar aniq tashxis qo'yilib, davolanish boshlandi. Kelib, to'g'risi xursandam bo'ldim. Xudoga shukr ham dedim. Og'riqlar butunlay yo'qoldi. Hamshaharlarimiz, fuqarolarimiz og'rimanglar. Lekin og'rib kelsanglar, men sizlarga shu yerda tavsiya qilaman. An-Nur klinik aynan siz shifo topadigan maskan.